Xo'sh, mana ishlarim tugadi. Endi огородlarimga qarasam bo'ldi. Kameram yonibdi-ku. Yo, barchaga salom. Sizlar bilan men Galiya do'stlar. Mening yangi kelgan videomga xush kelibsizlar. Endi огородlarimga qarasam ham bo'ladi. Shu bitta ketmonim qidirib raychi, mana ekan ketmonim. Ajoyib temirni ketmon. Xo'sh, bu eshikni o'tishim kerak. To'xtanglar, bu modlarni deb mana bu qo'yib qo'yay. To'xtanglar, telefonimni unutib qo'yibman-ku. Esdan chiqib ketdi telefon. Xo'sh, mana buni olsak to'xtanglar, uyga qo'yib yo'taversam ham bo'pti uyim. Xo'sh, qilamiz ajoyib uy, lekin tushunmadim. Kim bu bilmadim, lekin bo'pti, e'tiborcha bermaymiz. Sekin qilishi boshimiz mana buni. Yo-mayo. Nima bu? Bagmi? O'linyapti bag ekan. Ichida buldozer qilib olib tashlaymiz bo'pti. Xo'sh, mana bo'pti, ham olib chiqamiz. Normalniy o'sibdi. Mer qachon oylik chiqarar ekan bilmadim, lekin so'rab ko'rish kerak merdan. Xo'sh. Mana bitta mana bo'ldi. Bunaqa ko'rdinglar, masofatdan turib ketmon bilan urib tashladim. Suzak qo'shniniki ham qilish kerak. Qo'shni nima qiladi bilmadim, lekin o'tgan safar yigitlar normalniy podarchik qildi, mazza qilgandik o'tgan safargi videomizda. Yodinglardan F5 bosib ketdi. Bo'pti. Mana bilan ekib chiqamiz. Super tezlikda, yorug'lik tezligida bu tesh kerak. Qancha ishimiz tez bo'lsa, shuncha vaqtimiz ko'p bo'ladi va ishlarimizni qilsak tez bo'lamiz. Susak fermerchilik ajoyib ish. Mana kartoshkani sotsa bo'ladi. Xo'jalikka ishlasa bo'ladi. Mana uyimni o'zi ham kartoshka ekib tashlaganman. Shuning uchun kartoshka pishirib, kartoshkali somsa, kartoshkali manti, shunaqa narsalar qilamiz. Xo'sh, bo'ldi. Jitilarga ham topshirish kerak, merga ham. Shaharga ham sotib turamiz, normalniy soqqa keladi, lekin shaharga sotganimiz tufayli mer olib borib sotib keladi. O'rniga boshqa narsa ekib qo'ydim. Xo'sh, bo'tga bug'doylarimizni ekamiz, chunki biz ham non yeyishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'sh, mavti ham ekib chiqamiz. Obunachilar olim past deb o'ylamanglar. Bilasizlar, nechida 8 olyapman plitani. Xo'sh, hali buni montaj qilguncha nechta bo'ladi? Mana bularni tiqib qo'yamiz. Xo'sh, mana merni uyi, qani ko'ramiz. Eshik ochamiz. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Galyard? O'zingiz qalaysiz? Oylik chiqarmadingizmi bugun? Yo'q, ertaga chiqadi. Oyliklarni beraman. Bir nechta oyliklar olib qo'yaman. Ya'ni 2 oy oyligini berishim kerak. To'g'ri aytasiz. Bo'pti, kartochkalarni sizga berib ketaman. Tashlatingiz. O'tgan safargidek qutiga solmaysizmi yo faqat qutiga olardingiz? Yo'q, endi faqat o'zim olaman. Bo'pti, men bu pshenitsani o'zimga olib qolaman. O'zingga olib qolaver, nonga ishlatasan. Mayli, xayr. Janob mer, ajoyib bola bilasizlar. Shu bola emas, ajoyib mer. U merlar ichida eng zo'ri mer edim bu ham. Bu odamni surishtirish kerak endi. Nima kelgan bu qishloqda umuman ko'rmaganman. Telefonni olamiz. Mana bu pshenitsani qo'shib qo'yamiz. Bitta sklad qurmasak bo'lmaydi, narsalar toshib ketdi sandiqda. Xo'sh, kiraychi. Xo'sh, salom alaykum. Va alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Bu qishloqda men sizni ko'rmaganman. Men adminman, bu serverlik admini. Zo'r, bu serverning adminimisiz? Shunday desa ham bo'ladi. Bizni qishloqda nima yo'l uchirdi? Men bir hafta dam olishga ketmoqchiman, shuning uchun bir hafta o'zimni o'rnimga bir haftaga admin qilib qo'ymoqchiman. Bir haftagina xolos.
bir haftadan keyin hamma qilgan narsalaringni buzib tashlayman. Qilgan olgan pullaringni ham olib tashlayman. Tushunarli. Unda bu qishloqda sizga kim kerak? Bilmadim, lekin men turli qishloqlardan bordim, lekin ular menga munosib bo'lmadi. Lekin sen, Lekin men nima endi? sen ajoyib bola shekilli. Bir haftaga sani admin qilsam bo'lmaydimi? Xohlasangiz qiling. Bo'pti. Bitta sehrli so'zni o'qiyman hozir. Qanaqa so'z? Hozir o'qiysizmi? Ha, Qani o'qing unda, bir admin bo'lib ko'raylik obunachilar, to'g'rimi? Admin bo'lamizmi? Xo'sh, hozir qilamiz. Sehrli so'zdan o'qishni boshlang. abadayli shabadayli ko'p suv bu bolaga hoziroq admin bo'lsin. Nima bo'ldi hozir obunachilar? Nima bo'ldi hozir? Bilmadim lekin. O'zida o'zi yuvib qoldi obunachilar. Yo, uchyapman. Yo, men kreativdamanmi? Yo, what the fuck? Obunachilar, men kreativdaman. Yo, obunachilar, men admin bo'ldim. Yo, what the fuck? Obunachilar, tushunmadim. Hozirroq jitlarni yig'ish kerak. Xo'sh, Mabitga to'xtanglar, Mabitga o'zimga javob qo'y. Hozirroq jitlarni yig'sak bo'lmaydi. Oppo. Mana ishga o'rnimga tosh qo'yib qo'yamiz-da. Xo'sh. Jitlar, qishloqlar, bu yoqqa keling. Nima bo'ldi? Qishloqni boshiga kiyapsan? Jitlar, короче, men kreativ bo'ldim. Ya'ni men admin menga bir haftaga admin berdi. Nima bo'lishi mumkin emas? Bo'lishi mumkin. Isbotlab beraymi? Isbotla. Bo'pti. Isbotla, mana isbot. Yo'q, sen uchyapsanmi? Men uchyapman, chunki men admin bo'ldim bir haftaga. Faqat bir haftadan keyin admin o'zlari qilgan narsalarimni tozalab ketadi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas-ku bu. Bo'lishi mumkin, o'zi berib ketdi. Xo'sh, nima deysizlar endi? Bo'pti. Biz nima qilaylik? Siz hammani oldinda sizlab gapiring, bo'lmasa bamberon yoki ishdan bo'shataveraman. Bo'pti, sen bir admin olsa qimirlanib ketma. Nima hozir ishdan bo'shataveraman? Bo'pti. Okey. Unda meni birinchi buyruq. Gapiring. Qishloqni bedroqdan o'rang, devor qilib. Bo'pti, o'raymiz. Lekin qilib. Menday farqi yo'q. Bo'pti, men bir soatchalik yo'q. Ozgina aylanib kelaman, shungacha bitiringlar devorni. Tushundingmi? Bo'pti, obunachilar, ozgina aylanib kelay, devorni bitirguncha. Tasavvur qilinglar, obunachilar, bir haftaga bo'ldi. Shungacha aylanib kelamiz. Okey, mana men qaytdim. Endi jitlar nima qilganini ko'ramiz. Xo'sh, birgalikda ko'ramiz. Narimanniku. Mana jitlar turibdi. Buyruqni bajaribsizlar-ku. Bajardik. Normalniy quribsizlar, lekin bu devorni qaranglar, obunachilar. Zaborku. Hozir bir haftadan keyin admin olib ketdi, buzib tashlaydi bularni. Xo'sh, mana bitta nimalar bor ekan, birisini ko'rmagan ekanman. Xo'sh, mana bitta cho'yib modlarim bor, bitta bloklar bor. Xo'sh, bitta kompyuterlar yonma-yon. Har doim mana shunaqa kompyuterim bo'lishini xohlaganman. Bo'pti, yaqinda nasib bo'lsa kompyuterxona ochishim mumkin. Okey, bo'pti, men obunachilar bilan xayrlashaman. Tezroq xayrlashing, janob admin. To'g'ri so'zlashyapsizlar. Ko'rdinglarmi, obunachilar? Meni janob admin deyishga majbur qildim. Bo'pti, hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Galard bo'ldim obunachilar. Kanalga obuna bo'lib like bosinglar, biz tezda
1k obunachi bo'lishimiz kerak. Ya'ni 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Yangi yilgacha 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak obunachilar. Iltimos bu sizlar uchun muammomas. Shunchaki videoga like bosasizlar, kommentariyaga chiroyligina so'z yozasizlar va obuna bo'lasizlar. Eng muhimi sizlar uchun nima ketdi? Men shuncha qiynalib video qo'llanman obunachilar. Hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Okey. Xo'sh, sizlarga modlar kerakmi? Telegram kanalimni tavsiya etaman. Telegram kanaliga silka kommentariyada bo'ladi. O'tib modlarimni ishlatinglar. Bo'pti, hammaga xayr. Sizlar bilan men Galyard bo'ldim. Okey.